İgilirken almışam Birisi şince okşansın Birisi şince okşansın Keltelik bilen Adem çayı Assalamualaikum qarindoshlar, tan saqliq kanalimga hoş geldinglar. Men Mehmetcan Qurbanning naminglarga o'tliq salom. Bugun o'zimniki shu Yaponiyada qilgan tadqiqotimni ozroq tushuncha berib, undan keyin shu hozir erlarning tug'maslik to'g'risida hali masalalar bor ekan, shunlashqa shunimi qisqa qilib tushuncha beray deb o'yladim. Şu Japonda qilgan ishim asosli shu immunot sistemasi to'g'riliq maqola chiqargan bo'ldim xalqaroliq. Anandan keyin shu immunot sistemini tadqiq qilish jarayonida anatomiyaning birlikda ilib bordik. Anatomiya degan shu badanniki, odam badanining tuzilishi. Bu shu immunot kuchi biz davomli anglab turibmiz. Immunot kuchi yuqori ekan, immunot kuchi tuvan ekan degan gaplarni, zot immunot degan zot nima degan joyda bak inchiklab so'zlab ketsam bak murakkab bo'lib ketadi. Odatda shu badanimizda har xil böyle anglab turibmiz. Rak hujayralari ishlab chiqarib turadi har kuni. Anandan keyin sirtdan har xil bakteriya, viruslar kiradi. Mushlarni yo'qotadiganga tayyorlik harakat qilib yo'qotib turadigan. Anandan keyin mush kunda ishlab chiqargan shu rak hücrelerini öldürüp durduğun hücreler oldu. Muş hücreler hemisi muş immunotniki hücreleri değildi. Hem de bu immunot sisteminin dairesi pek keng boladı ki, muşның içindeki mening tadqiqim eng asosliqi chashqanniki sperm ajratib chiqarish iqtidorining qandaqligi to'g'risida tadqiqot olib bordim. Bu tadqiqot jarayonida bu tadqiqot degani shu odamniki, ya'ni klinikdagi odamlarniki bo'libmi, erlarniki sperm ajratish chiqaradigan a'zolariniki kuchlik ojiz bo'lishi bilan tadbiqlab tahlil qiladigan ish ekan. Shunlashqa bu erlarning tug'masligi degan to'g'risida tahlil qilib ilib bordik. Shunga bu jarayonlarni ozroq qisqa so'zlab tushuntirib beray deb o'yladim. Demak, xuloslagan chog'da bu erlarning tug'masligi, ya'ni spermniki qanday bo'lgan chog'da shu erlarniki sababidan bola topolmaydigan ish bo'ldi degan chog'da birinchidan spermning yo'q bo'lishi, ikkinchidan spermning oz bo'lishi, uchinchidan sperm bosimi harakatining nachar bo'lishi, yana boshqa sabablar, masalan shu sperm ajratib chiqargan a'zolarning atrofidagi tumor yallig'i, tumorning o'smasi deganlar bo'lsa, undan keyin sperm ajratib chiqargandan keyin shu yo'llarning to'sib qolishi qatorliqlarning sababidan erlarniki tug'maslik hosil bo'ladi ekan. Bu faqat badan jihatdagi omillar bo'lsa-mu, undan keyin yana shu ruhiy jihatda hozirgi yaqin zamonlarda bo'libmi, ruhiy jihatdagi har xil besimlar, undan keyin jamiyatning taraqqiy qilishi ergishib har xil besimniki ko'pligi, undan keyin shu o'ziga ishonmaslik, tushkunlik qatorliq ruhiy omillarni cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Shunga bu hamda jinsiyat bilimlarini hamda bo'lib biz Uyg'urlar axloq jihatdan bakmo o'zaro deyishib ketmaymiz. Faqat bu vaqtida doktorga boradigan qarindoshlar bak ko'p. Shunlashqa hamda qandaq savollar bo'lsa, mening ayrim xonimga WhatsAppda davomli deb turyapman. WhatsApp'im numarimni necha qatim chiqarib qo'ydim. Ammo maslahat qilsanglar bo'ladi. Burunda tatib maslahat qilayotgan qarindoshlar bo'lg'achqa shu temani tanlab azroq tushuncha beray deb o'yladim.
Anandan keyin hamda har qandaq bir kasallikning davosi bor deb hozir texnikalar yaxshi. Amalni qilgan chaqda cho'qim bola topqili bo'ladi. Anandan keyin hamda erlar ko'pincha ashna o'ylaydiganlar ko'pkan, menda chataq yo'q, ayol kishida chataq bor deb hamda ikki tarafni tekshirib qilgandan keyin aniq bo'ladi ko'p hollarda. Anandan keyin meniki deydiganim manga maslahat qilayotganlarning orasidami bor, uzun mezgillik dori yeydiganlar borki, bo'libmi ayol tarafning dori yeb, tag'imdimi tuxumdan zaxmlantirgan ahvollar bo'ladi ekan. Shunglashqa amal bor doriga yaqinlashmay, o'zaro tushunish hosil qilib, o'zaro maslahat orqali har xil usullar bor degandek, hamda har qandaq bir kasallikki davosi topiladi. Shunglashqa hamda manga hamda bu tema sal bir hisobda so'zlashma sal tasga keladigan tema. Shunga ayrim WhatsAppda so'z qilsanglar har xil masalan yerlik usullar, mana ayni vaqtida Yaponniki televizorlarda bak berdi bundaq nimalarni qandaq qanchaqda yaxshi usullar orqali bola bo'lganlar bor ekanchu. Shunglashqa shu usullarni so'zlab beray deb o'yladim. Shunga hamda ba'zilar anglagan bo'lishi mumkin. Shu to'ydan keyin Xudoyim ba'zilar 1 yildan keyin bola berdi, ba'zilarga 2 yildan keyin, hatto meniki bir tunishim 13 yildan keyin, 14 yildan keyin baliq bo'ldi. Ular shundaq ayol yaxshi o'tadi. Balimiz bo'lmaydigan o'xshaydi deb hamda o'zaro yaxshi o'tganlik bir bal baqib olgan. Anandan keyin shu hech xil bir berib qolgandan keyin Xudoyim bir bal berdi. Shunda xushal bo'ldi. Bundaq misollar ko'p sizlarning atrofingizda bo'lishi mumkin. Shunga hamda bu jihatda shunchalik to'xtalay deb o'yladim. Hamda bu kanalimga a'zo bo'lsanglar, undan keyin davomli yangi mazmunlarni masalan bu da hamda samirib ketish degan temada so'zlay deb o'ylayapman. Ya'ni o'zingizlarning qandaq taklif fikrlaringlar bor, shu ma to'g'riliq so'zlab bersangiz desanglar, shu to'g'riliq o'zim tadqiqot qilib ko'rib materiallarni so'zlashga tirishaman. Agar meniki maqolamga qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, shu Google qilib shunga o'xshash mening ismimni yozsanglar, shu xalqaro maqoladan birisi chiqqan. Andan keyin boshqa maqolalarimni ko'rgili bo'ladi. Hamda inglizcha yaxshi biladigan qarindoshlar ko'rib baqsanglar bo'ladi. Bo'ladi amsa bugun shunchalik bo'lsin. Hammanglarga salomatlik tilayman. Rahmat.